Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 8-mart. Bizda mana qulupnaylarimiz holati bugungi holati ketishi mana shunday chiroyli gullamoqda. O'sha gulga kirib shunday gullab sal oldinroq gullagan, keyingi gullari ham o'sha uyg'onib chiqib boshlagan. Bunchalar gullamoqda. Albanavli qulupnay ko'chatlarimiz mana shu maydonimizda, 11 sotixli maydonimiz. Bugun oziqlantirish ishlari ketmoqda. Mana shunday qulupnaylarimiz, mana shunday bir tekis o'sha yerdan sekin uyg'onib, mana yangi barglar chiqib, gullarda o'sha gullash jarayoni ham boshlangan. Qulupnaylarimiz o'sha bitta gullab 8-mart. Chiroyli bo'lib gullab, g'onchalab gullamoqda. Yomg'irdan keyingi holati, 2 kunlik yomg'ir. Bizada mana shunday chiroyli bo'lib o'zini ko'tarib qoldi. Yangi barglar chiqib.